2009-yildan beri shu shifokorlar Muhayyo Ubayevlar, Malika Ubayevlar qo'lida davolanib keladim. Hozirgi kunda mana yangi klinikada hamma sharoitlar ajoyib, shirin suxan doktorlar, yaxshi qo'li shifokor, qo'li gul shifokorlar davolanib kelyapman. Nima muammo bo'lsa, 16 yildan beri mana shular bilan hal qilib meni davolab kelyapti. Hozir ham mana yaxshiman. Kelganimda ancha ahvolim og'ir edi. Qon bosimim yuqori edi. Ularni tushirib, yaxshi ovqatlari yaxshi, sharoitlari juda talabga javob beradigan. O'zlari shirin suxan, mehribon, har taraflama so'z bilan ham davolaydilar. Dori darmon bilan ham ajoyib doktorlar, umrlari uzoq bo'lsin, martabalari ulug' bo'lsin, sog'lik, doimo sog' salomat bo'lsinlar.